En ahırkı sual. Bunu burunma, korona, yeni başlama bastığımı bir azrak tohtalga mı meselede? Hem de İslam'daki kol tutuşup, ya ki kucaklaşıp kürüşeşininki hükmüne memde. Bunu birbirini kısak. Hazırlarlık biraz hususen korona zamanında bu mesele aydınlanmasa bo'lmaydigan ahvol qaptamda. Normal vaqtida kurashib qanday kurashsak qanday nima bo'lmaydi. Hozirgidek masalalarda qo'shib kurashmasa yoki bu mug'ambar mutakabbir deydigan ko'ngillar chiqishi mumkin. Yoki bu islomning shunday bir sunnatdan beni inkor qildi yoki amal qilmadi bunga deydigan qarshi ahvollar yuz berishi mumkin. Bu shuni bir aniqlab olsak milletimizningki kallısı aydın bolsa. Birinci olab bu qo'l tutuşup yani ikki musulmon uchrashgan vaqtda qo'l tutuşup kurashishning o'zi islomdagi buyuk adab axloqlarninki biri. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki sunnatlardan bo'lgan bir sunnat. Shuning uchun bu kurashishning o'zi cho desa odatda insonlarning hammasidagidek adavetini juydigan, qalbdagi hasadlarni poklaydigan, düşmanlashib qolganlarni do'stlashtırdigan ish. Hozir biz urushib qolganlarni nima deymiz? Isloh qilgan vaqtda bir kurashinglar deymiz endi. Ay nima uchun desa, bir qo'lni tutishib bunda kurashgandan keyin qalbdagi nurg'un ochiq labbida shu tugaydigan gapkan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam büyük bir hadisda Abu Davud bayon qilgan: "Ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa gufira lahuma qabla an yaftariqa." Her qandaq ikki musulmon uchrashib bir yerda ikkisi qo'l alishib kurishsa, Alloh subhanahu va taolo bularning gunohlarini shular ayrilib ketishdan buruncha afu qilib yutdi deb mushnaq degan. Ya'ni bu yerdagi gunohlardan bo'lgan maqsad tabiiy holda kichik gunohlar. Shu gunohlarga tavba qilish lozim inson. Shuning uchun bu sahobalarning zamonidan tortib Rasulullohning zamonidan tortib o'zaro kurashishning o'zi islomda bo'lgan, hatto butun insoniyatda bor bir ahvol endi bu. Ya'ni butun insoniyatda bu kurashishning o'zi musulmondan bor, kofirdan bor ish endi. Dunyodagi insonlar qarasak. Shuning uchun normal holatda chuqum kurashishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu payg'ambarimizning sunnati, sahobalarning sunnati, bizning salaf o'tgan olimlarimiz butun ummatning tutib mangan yo'li mushu. Bu adamdan mushuna bilan deyitaylik bir qo'l bilan kurashsin bo'lamdi yo ikki bilan kurashish lozimmi? Degan bir masalamiz chiqadi. Endi deyishimlik bizning ishimizdagi ba'zi kishilar bu ikki qo'l bilan kurashish bid'at masalan. Bir qo'l bilan kurashish lozim deb manda deganlar bor. Biz umumiy dinimiz qarasak, olimlar buni eng yaxshi yo'l qaysi desa, bir qo'l bilan kurashish bilan sunnat ado topadi. Bir qo'l bilan kurashsa sunnat ado topadi. Lekin ma'lum bir xalqning urf odati, bo'libmi go'zal axloqliq musulmonning urf odati, axloqi bu bir qo'l bilan kurashishning o'zini takabburlik deb qaraydi ekan. Bu ko'zga ilmaslik deb qaraydi ekan. Bunday yada bo'lib qolsa, chuqum shu urf odatga tushib ikki qo'l bilan kurashish lozim. Lekin normal holatda takabburlik deb tushunmaydigan, masalan, arablarning jiqlarida tushunmaydi, masalan, turklarning tushunmasligi mumkin. Bir qo'l bilan kurashsa normal bir munosabatga ta'sir etmaydigan yerda bir qo'l bilan kurashsa bo'ladi, sunnat ado topadi. Ikki qo'l bilan kurashish masalasi shu desa, bu durust joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbasga tashahhudni o'rgatgan vaqtda Ibn Abbasning Buxoriy bayon qilgan hadisida mening ikki alqinim Rasulullohning ikki alqinida debchu alohida ashunichu bayon qilgan. Hatto Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasulullohning sahobalari shuna o'zlari kurishamti birisi bilan desa, albatta shunda kurishdi javob bergan.
İbn Mesud'ninken, men abat İbn Abbas depdimi. İbn Mesud radıyallahu anhu Muslim ve İmam Bukhari bayan qilgan hadisda allamani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem et-teşehhuda ve keffiyye beyne keffeyhi. Peygamber aleyhisselam bana teşehhudni ügetdi. Menin işki alqanımça Resulullah'ın işki alqanıga koyalgan halatda muşunda oltağızıp bana ügetken digen. Demek bu yerde işki alqanını tutuş meyle köngel biriş yüzüden, meyle ahlak yüzüden çeklengen bir iş emesemde. Bu hata degenle Resulullah işki kolu bilen körüşeştin çekildi degenge delil kestiş lazım. Bu misço o alaka bir kolu bilen köreşsek boldu, işki kolu bilen körüşeş bid'at o bu diş, bu doğru emas. Hatta İmam Bukhari radıyallahu anhu rahimahullah muallak halatta Hammad ibn Zeyd radıyallahu anhu'ninki Abdullah ibn Mübarek bilen işki kolu bilen köreşkenligini İmam Bukhari bayan qilgan. Demek İmam Bukhari kim olsun? Selefnin en beşi. Selefnin en beşi muş körüşeş hakkında hadisini rivayet qilgan vaqtda ve safaha Hammad ibn Zeyd Abdullah ibn Mübarek bikilta yedeyhi de bayan qilgan. Onda bolgandan keyin şuna alimlerimiz umumyüzlik işki kolu bilen körüş durus iş, hata iş emas, bidat emas. Bir kol bilen küreşse sünnet ada tapudu degen. Bugünkidek muşnak kiselnin jukup kaliş ihtimallığı var. Yani insanlar ensireydigan. Bunda halet şu deyse insanlar küreşmese bu durus. Küreşmeslik doğru. Çünkü bu bir kiselninki jukup kaliş ihtimallığı bağımdı. Şu arkalık. Aciz ihtimallık bosma. Cık alimliği o alıqı. Küreşeş bilen jukmaydı. Lekin küreşkenden keyin kisel va adamni bilen küreşep keyin ya közlerini ya burunlarini tutuşu bilen kolunu jumay turup andan jukup qalishi mumkin degilek bunu doktorlar. Şunun için bir ihtimallık bolgandan keyin bugungi kunda musulmonlar biz bilen qol elip küreşmey salamlassa inşallah sünnet ada tapudu salamlashish bilen küreşmegenlikning üzerine takabburluk deb tushunib olmaslik lazım bugungi kunda. Bunu normal qarasak bulduğan bir ahvala. Kisel zamanı olgandan keyin şun köreşmepti deb tushunsak buludu. Rahmet, Allah razı olsun.